Kompleks yechim berilgan navbatdagi obyektga keldik va bu obyektimizda nima ishlar qilingani qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ushbu obyektimizda ham barcha ishlar Qalam Project yordami bilan to'liq loyiha asosida qilinmoqda va barcha montajlarini esa ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan santexnik montajchi Alisher aka Nuriddinov va ularning jamoalari tomonidan amalga oshirilgan. Assalomu alaykum. Alisher aka, salomat bo'lsiz. Alisher aka, endi bu yoqdagi qilingan ishlar va ishlatilgan mahsulotlar haqida o'zingiz ma'lumot berib o'tsangiz. Obyektimizni umumiy maydoni 550 kvadrat metr tashkil qiladi. Podol bilan hisoblaganimizda 3 etaj. Bu obyektimizda joy razvodka qilganmiz. Radiatorlarimiz uchun Ispaniyani metalloplastik blansol trubalaridan foydalanganmiz. Kollektorlarimiz bo'lsa Italiyani Ivar kompaniyasiga tegishli rasxodoverniy kollektorlardan foydalanganmiz. Xo'p, o'rtoqlar, biz hozir obyektimizni podol qismida turibmiz. Podol qismi birinchi etaj, ikkinchi etaj to'liqligicha to'pli-pol qilingan. Podol qismimizda to'pli-polli oraliq masofasini biz 30 sm tashlaganmiz, chunki podolda bizda teplopatera yo'qligini hisobiga 30 sm tashlanganda ham bemalol podolni isitib beradi. Birinchi etaj, ikkinchi etajga esa rasyanasini yaqinroq qilib 20 sm dan tashlangan. Endi ishlatilgan mahsulotga keladigan bo'lsak, Ispaniyani Blansol kompaniyasiga tegishli Perto shlankalaridan foydalanganmiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, podol qismimizda radiator ustanovka qilinmagan. Obyektimiz to'liq loyiha asosida qilingani uchun podolga radiator qo'yish klient uchun ortiqcha xarajat hisoblanadi. Podolda teplopateriya kamligini hisobiga to'pli-polli o'zida o'zimiz uchun kerakli bo'lgan issiqlikni ola olamiz. Va yana ahamiyat beradigan joyi, bu obyektimizda har bir etajimizdagi oqova quvurlarni shumka qilganmiz. Bu bizga nima beradi? Oqova quvurlardagi har xil ovozlarning chiqishini oldini oladi va uyning egasiga maksimal darajada komfort yaratib beradi. Keyingi beradigan ma'lumotimiz, to'pli-polimiz yaxshi ishlashi uchun tagidan Penaplex va plyonkalarni tashlaganmiz. Va yana ahamiyat beradigan joyi, xonadan xonaga o'tayotgan quvurlarimiz hammasi izolyatsiya qilingan. Umumiy obyektimizda issiq suv va sovuq suv ta'minoti uchun Turkiyani Vavin quvur va fittinglardan foydalanganmiz. Uyimiz high-tech uslubida qurilgani uchun cherdak qismiga fanoviy truba chiqarish imkoni bo'lmadi. Oqova quvurlarimizda har xil noxush hidlarni oldini olish maqsadida ventilyatsionni klapan qo'yib ketganmiz. Va yana har bir sanuzelimizda mana bunaqa ko'rayotganinglardek Boros firmasining gigiyenskiy installatsionniy smesitlaridan foydalanganmiz. To'g'ri, buni narxini biroz qimmatroq deyishinglar mumkin, lekin shunga yarasha o'zining qulayliklari bor. Va yana uy egalariga qulaylik bo'lishi uchun har bir xonadagi radiator va to'pli-pollarning haroratini boshqarish maqsadida duxkanalniy xona termostatlariga alohida joy tashab ketilgan. Faqat bitgan joylar emas, balki ushbu obyekt misolida jarayon, ya'ni montaj ishlari davom etayotgan obyektlarni ham ko'rsatib berishga harakat qildik. Agar sizlarda o'zingizda qo'shimcha savol va fikrlar bo'ladigan bo'lsa yoki shu kabi videolarimizni ko'payishini xohlasanglar, izohda o'z fikringizni yozib qoldiringlar.